Kibitke yugurasizmi deydik. Hamma kelgan SMS'larda şoqdi ko'p. Var yazarlar bizning radio tinglovchilarimiz. Ular arasında bir audio da bor bug'ay. İyi, Tinglaylik hali. O'tirayimda sizga yozmacha bildirolmadim. Allohga shukr. Elhamdülillah shukr hozir pensiyani beradilar, oy sayin 1000 pensiya olamiz. Bütün narsani qopchiq bilan olib qo'yamiz, Allohga shukr. Pisukni da, unni da, rashtilarni yarmalarini da bir shakilani paketi bilan olib ketib qo'yamiz, Allohga shukr. Bor edi zamonalar Sokuzda yangi yilga 50 so'm, Saman to'yina 50 so'm akcha beradilar, shuning bilan bir narsa olirga da, unda qopchiq bilan olirga da, pul olib olirga da yo'q edi mumkinlik. Yoriyali kursida pensioner abilar bor, shu abilardan istakon bilan olib chiqqan vaqtda bo'ldi pisukni. Bir sağlıkçına çay birerli olib chiqqan vaqtda bo'ldi. Üçüldeki bank bilan olib chiqqan vaqtda bo'ldi pisuklarni, shular yashagan vaqtlarda bor. Hozir Allohga shukr, elhamdülillah. Yok siz işittiniz mi bunu? Zorlanmışa Allah'a şükür pensiyemiz kelip tura, qopshiqlab olib qo'yamiz. Ha? Bir radio tinglovchimiz bulay degan. Men zapasli tugil, ko'rshi xotini boy. Onlardan gına kirib olam narsa kerak. O'zi seni mingina bo'lsin, yaratim deb qo'ygan. Selametine bulaşırsa. Nımtıkı ko'ngil tinish tugul bu deyin ol baribir tigi 1-2 shisha moying turmasa, bir necha kilo shakaring uning turmasa. Nishikdir alla nishik. Sizning zapaslaringiz bormi, yigitlar? Uyda zapas turami? Var. Balkonda maxsus kishtalar miyim? Hem olarda. O'zim yasagan. Hem Onda tizilib ketgan turilishimdan. Asalqindan ishatasan. Жылытам.